Bugungi kunda laboratoriya natijalari tibbiy tashxis davolash va profilaktikada asosiy rol o'ynaydi. Ammo haqiqat shuki, aksariyat odamlar o'z tahlil natijalarini tushunmaydi. U nafaqat qishloqdagi bemorlar uchun, balki shahardagi oddiy fuqarolar uchun ham muammo. Shifokorlar esa har kuni yuzlab natijalarni ko'rish, izohlash va tushuntirishga ulgurmaydi. Bizlar ishlab chiqqan Smart Lab laboratoriya tahlilini sun'iy intellekt yordamida tushunish, nazorat qilish va hayotiy qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi ko'p tilli platforma hisoblanadi. Smart Lab bu Telegram va mobil ilovada ishlaydigan laboratoriya natijalarini sun'iy intellekt yordamida avtomatik tahlil qiluvchi, shaxsiylashtirilgan, xavfsiz va ko'p tilli platforma hisoblanadi. Texnologiya qanday ishlaydi? Foydalanuvchi ilovaga ovozli, PDF, Excel yoki istalgan formatdagi tahlilni yuklaydi. Tizim quyidagi vazifalarni bajaradi. Barcha ko'rsatkichlar, jumladan qon, siydik, likver, histologik, genetik va mikrobiologik testlarni tahlil qiladi. Test turini, referens oraliqlarini aniqlab, foydalanuvchining yoshi, jinsi, homiladorligi, mavjud kasalliklar asosida izohlaydi. Har bir natijani me'yor, chegara yoki xavfli toifaga ajratadi. Smart Lab ikki asosiy foydalanuvchi guruhiga xizmat qiladi: bemorlar va shifokorlar. Shifokorlar har bir bemor uchun sun'iy intellekt asosida xulosa, risk kalkulyatorlari va xalqaro dalillarga isbotlangan xalqaro jamiyatlarning tavsiyalariga va differensial tashxislariga takliflarini oladi. Biz Smart Labni faqat sun'iy intellekt tahlilchi emas, balki salomatlik monitoringi ekotizimi sifatida rivojlantiryapmiz. Yaqin vaqt ichida quyidagi qo'shimchalar qo'shiladi: Compare Labs 2 yoki undan ko'p tahlillarni solishtirib, sog'liqdagi trendni grafik ko'rinishda ko'rsatish. Guideline Matcher natijalarni xalqaro tan olingan jamiyat yo'riqnomalariga bog'lash. Alert Doctor xavfli natijalarni shifokorga avtomatik yuborish. Family Health Link oilaviy kuzatuv, farzand ota-ona profillarini alohida saqlash. Voice Lab tahlil natijalarini ovozli ko'rinishda tushuntirish. Smart Lab foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy siyosatga ega. Har bir tahlil yuklashdan oldin rozilik olinadi. Ma'lumotlar doimiy saqlanmaydi, faqat vaqtinchalik tahlil uchun ishlatiladi. Tahlil natijalari faqat foydalanuvchi roziligi bilan shifokorga ulashiladi. Har bir sessiya audit log bilan nazorat qilinadi. Tizim O'zbekistonning shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonuni va Yevropa Ittifoqining GDPR talablariga mos keladi. Smart Lab bu shunchaki texnologiya emas. Bu har bir bemorning laboratoriya tahlilini tushunish huquqi, har bir shifokorning klinik qarorini quvvatlovchi vosita va sog'liqni saqlash tizimining raqamli kelajagidir. Smart Lab sizning laboratoriya natijalaringiz endi tushunarli, xavfsiz va sizga tegishli. O'z tilingizda, o'z sog'lig'ingizga moslashtirilgan.